Hurmatli obunachilar, mana doktor ko'rigiga keldik. Doktor konsultatsiyasiga. Hozir bizning bemorimiz maxsus kiyimlarni kiyib, MRTga tushish uchun tayyorgarlik ko'ryaptilar mana. Metasmotrlardan o'tib bo'lindi mana. Bemorimiz o'tiribdilar. Videoga olish imkoniyati bo'lmaganligi sababli biz videoga ola olmadik. Lekin javoblari Xudo xohlasa yaxshi chiqadi degan umiddamiz. Metasmotrdan o'tib, больницаdan chiqib, mana gostinitsaga ketyapmiz. Mana bemor